aslida hech qachon xafa bo'lish kerak emas. Mana shunaqa bo'lib qoldim yoki sharmanda bo'lib qoldim yoki uyatli bo'lib qoldi yoki bu minus bo'ldi menga deyish kerak emas ekan. Bu menga turtki bo'lganki, demak men o'quv markazi ochishim kerak ekan. Demak, buni o'sha qonun doirasida ochib turib bilim berishim kerak ekan deb o'sha onamlar yordamida bizga kelgan rahbariyatimizga kirganmiz, bizga joy ajratishgan va biz aynan dast avval o'sha maqsadimiz talabalarni o'qitish bo'lgan. Keyin kelgan o'sha xalqaro hisob va audit markazi ochganmiz. Bu 2007-yilda bo'lgan va bizga o'sha Toshkent davlat iqtisod universitetidagi eng asosiy binoni 9-etajdan ikkita xona ajratilgan. Biz o'sha ikkita xonani remont qilganmiz, ta'mirlaganmiz. Shunda meni ota-onam juda ham menga ko'maklashishgan. Mana dadaxonga oldingi safar aytib berdim. Remont qilganmiz, keyin yig'ishtirishga odam olib kelsak, ayollar qochib ketishgan. Shu darajada hamma yoq kraska, hamma yoq iflos bo'lgan.